Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Bizning Instagramda, YouTube'da, Facebook'da kuzatib borayotgan aka-ukalar, obuna bo'layotganlar, obuna bo'lib, laykni bosib, videolarni uzatib qo'yasizlar. Mana g'o'zapo'choqqa ekkanlarimiz effekti, oqarishlari yaxshi. Hammasi mana oqarish jarayonlari yaxshi ketyapti. Mana ko'rayotgansiz. Bismillahirrohmanirrohim. Mana tayyor hosillarimiz. Hosillar tayyor bo'ldi. Inshaalloh ertalab hosillarni uzamiz. Suvlarni faqat yerga beryapmiz ular sug'orish uchun. Mana hosillarimiz. Qo'ziqorinlarimiz. Ko'rinayotganimiz. Xormonga baraka bersin. Mana hosillar inshaalloh hosilga ham kirib oldik. Hali qilgan xatomizni qilganimiz yo'q. Endi sug'orish faqat yerda bo'lyapti. Yerda bo'lganligi uchun hosillar yaxshi. Ustiga suv bermash kerak ekan. Amma bu yerda ozgina qolibdi, ikkita qolgan. Mana bular hammasi yaxshi. Mana ochilib, qo'ziqorinlar ham inshaalloh ertalabga sotuvga chiqadi. Bozorga, magazinlarga, odamlarning ehtiyoji uchun inshaalloh barakotlik, mazali hosillar bo'lsin. Odamlarga to'yimli bo'lsin. Hozir bu tomonlar mana katta bo'lib ketdi. Ertalabga inshaalloh uzamiz. Ertalabga zakazlarimiz bor. Zakaz olishni boshladik. Bu tomonga o'tolmaymiz ekan. Uzib turib o'tamiz. Buni orqalarida ham tayyor bo'libdi. Arasini torqib yorib biz yurgani. Yursak, kirsak hozir tegib sinib tushib ketadi. Ancha hosilga kirib qoldik. Endi ertalab bilamiz endi kilogramm hosil olishimizni. Inshaalloh. Akalar videolarga like bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar. Sizlarga ham shunaqangi hosillar bersin. Ertalab kuzatasizlar, ertaga baholasa bularni uzib egalariga tarqatamiz. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'linglar, like bosib turasizlar akalar. Rahmat shunchalik.